Neçə gündən bu yan, onundan birə gumanlıq əhval sezilmədi. Süt-siğət, qurt-qurtub yürüydü. Onun tegi-tekdini bilib qanmıqan bolsam, onu rastılı Nevruz'un yaxşı xotini, vapadar ayal deb qalakenmi. Onu bək qattiq nazarat qilib, hərəkət qılanmaz əhvala düşürüb qoyduq, mu neymi? Gepiniz o'rinliq. Hozir Qumdavonda qayachilik yuz berib, Majanjang ochliqqa jiddiy muhtoj bo'lib o'tadi. Bundaq cho'ng ishqa uningdek ikki qat ayol yetishib bo'la oladimi? Amir, qaytib keldingizmi? Ha. Huang Banjang, Amir kechki tomoqni bizning uyda yeb qanda. Boşun. Tomoqdan keyin yana uyga chiqmasam bo'lmaydi. Shundaq. Gülandam. Bo'lmaydi. Amir hamisha ruxsat so'ravasi bo'lmas. Qarang, biz har kuni charlashdan qaytganda ishingizdan oldidan o'tamiz. U har kuni bu yerda tomoq yeyapsiz, qanday bo'ladi? O chaqda askarga o'xshamay qolmamdi. O chaqda jangchilarning fikri chiqadi-da. Uning ustiga atrofdagi fuqarolar ko'rib qolsa-mo, sap turamikin deyman, ha? Qanday dedim? Uqdim Huang Banjang. Amirni qildirib ketdingiz kelmayotdi. Gülandam, meni kechiring. Xafa bo'lmang, ha? Amirga vakolatan sizga rahmat aytaman. Amir, mangayli. Chu. Bu Gülandam yolg'on. Uning haqiqiy ismi Gulbar. Ozodlikdan burun Komindang Shinjongdagi osonlik millatlar ichidan odam tanlab bir turkum ishpiyonlarni muntazam tarbiyalagan. U ashularning biri. Shinjongdagi Komindang qo'shinlari haqiqatga qaytish arpasida u buyruqqa binoan Tahorga kelib yo'shirinib olgan. Shinjongni Kompartiyaga qarshi bozig' aylantirish uchun uning tashkiloti Majanjang bilan til biriktirib, uning jasadda o'zidan o'mlab chiqqanligidan iborat bu suiqasdni planlagan. Bu yerga kelgandan keyin u o'zini Gülandam deb olib, Nevruzning uyiga makonlashgan. Bu ayolni hargizmo sal chog'lig'li bo'lmaydi. Biz Tahorga kelgandan buyon yo'liqqan avorchiliklarning hammasi uning bilan bevosita munosabatlik. Bu ayol kun bo'yi yig'lab ish terib yurganda ko'ringini bilan kallasida helimi kiri, to'limi ko'pkan. Hajan, uni nima ish tutmaymiz? Qadarishdi. Qani degina, xatolig'ing nima ekan? O'ylab baxmamsiz. Uning Tahordagi cho'ng-kichik ishpiyonlarning hammasi bilan aloqasi bor. Undan boshqa Majanjang bilan aloqasi bor. Uni mushundaq mayliga qo'yib berish yo'li bilan ajallik joyga tegish qilishimiz, shu orqali bir to'p ishpiyonlarning hammasini bir yo'lda qizib chiqishimiz kerak. Qaranglar, bizning Gobanjangmo aql kesakidek bo'lib qopti. Ha, kallishni talaydigan bo'lib qopti. Rimanjang, siz tarixni ko'p o'qigan haqiqiy bir ziyoli. Xonbanjang bo'lsa, butun kallasi o'yim naqish bilan to'lgan yog'ochchi. Men bo'lsam bir dehqon. Bizmi albatta to'rt emasda. Cho'qim hushyorlikni o'stirib, maxfiyatlikni qattiq saqlashimiz kerak. Sezdirib qo'ysak hargiz bo'lmaydi. Qashqadagi bosh shtabga moslashib, Janubiy Shinjongda yoshirinib olgan ishpiyonlarni bir yo'lga qo'lga tushirishimiz kerak. Keyingi qadamda rost yolg'on saxta sezim paydo qilish orqali jilonni uvusidan chiqarib, karvon atrofitimizdan yana bir qatim moddiy ashyo to'shib keladiganligi to'g'risida xabar tarqatib deydi. Ishonamanki, ishpiyonlar tugi cho'qsidagi maxfiy yo'limizni bilishdan ko'ydi yurib-o'tadi. Xonbanjang, Amir Gülandamga yaqinlashsin. Nurg'un gaplarni u Amirning og'zidan anglagandilar, ondan ishinadi. Nevruz öydü bağmıdı o? Teşkimi. Teşkimi. Sabir efendi. Nevruz öydü yok. Bir ay işiniz var mıydı? Ötkende koyun sütü ölüp sizlerinin pulundan tıkı bergeydi. Qani uyga kiring. Sizga choy damlab beray. Azat qarmiya postni kuchaytibdi. Karvon o'tadigan o'xshaydi. Xudoga shukr. Majanjang qutulib qoldi ekanmisan. Bu qitim yana bir kutilmaslik yuz berib qolsin.
Axbarat to'g'ri bo'lish kerak. Karvanning o'tish vaqti bilan mangdigan yo'li qanday ekan? Balkim yana shu maxfiy yo'ldan o'tish kerak. Sabir. Kallamizni obdaroq ishlataylik. Ozodlik armiya degan yoqqa yurtliqlar tursa, bu yerda maxfiy yo'l borligini ular qanday biladi? Bu yerdagi tajribali peshqadam chorvachilarmi shunday yo'lning borligini anglagan. Biroq ko'migan. Ondaqda Taharda bu maxfiy yo'lni bilish ehtimoli bo'lgan odam zodi kim? Masjiddagi imom Mahmud. Sabir. Hozir vaziyat pek jiddiy. Bundan keyin meni izlab kelmay, qanday ish bo'lsa, bevosita Lachin bilan ko'rishing. Endi uning yordam beradigan vaqt bo'lib qoldi. Hey, Amer. Qandaqroq? Yaqindan bu yan Gülendan bilan ko'rishdingizmi? Yo'q, Banjam. Meni bak ongsiz chaqlaydigan o'xshamamsiz. Ha, ne? Sizdan shundaqla ahvol so'rab paranglashib qo'yay dedim shu. Hozir vaziyat shundoq jiddiy tursa, paranglashqidek nadi cho'la. Hey, endi sizga yog'ochchilik hunaridan misol deb so'zlab beray. Yog'ochchilikda tanab tortishammidim mo'yim. U bek ching tortilib ketsa, elastikligi bo'lmaydi. Bek bo'shib qolsa, siyaning izi chiqmaydi. Amer, siz o'zingizni erkin tutishni o'rganib olishingiz kerak. Hech tushunamadim. Birdan hushyorlikni o'stiringlar deydi ekansiz. Birdan o'zingizni erkin tuting deydi ekansiz. Bekçi dilishib ketsangizmi bo'lmaydi. Bekli erkin bo'lib olsangizmi yana bo'lmaydi. Mo'tadil bo'lishingiz kerak. Mo'tadil bo'lam dema? U nim degan gap? Ha. Amisa hozirda sizga tushuntirib qo'yay. Masalan, lavjani tamoq etishni misolga olsak, o'tbek tushib ko'p ketsa, qozonning ostiga is o'tib ketadi. O'tbek ojiz bo'lib qolsa, o'rnam pishmaydi. Demak, o'tning kuchli emas, ojizim emas, normal bo'lganini mo'tadillik deymiz. Hey, Amir. Ondan bunda qechib yursangiz, o bek azoblanib ketmamdi. Berib Gülandamga aytib qo'ying. O'rgillik ozodlik armiyaning karvoni bu yerdan o'tadi. Mabodo urushib qolsa, ularga ziyon zahmat yetib qolmasligi uchun Navruz ishkisi iloji bor sirtga chiqmasin. Men postlarni tekshirib kelay. Siz bering, tez bo'ling. Amer, sizni ko'rmaganimga bir qancha kun bo'pti. Shundoq Gülandan. Men bek aldirash. Men degan jangchi har vaqt vazifa chiqib turadi. Hamisha vazifa chiqib turadi odamsiz. Haras Gülandan. Mushu bir qancha kun ichida Navruz ishtonlar iloji bor sirtga chiqmoqlar. Karvon atirtimiz o'ssa, urush bo'lib qolishi mumkin. Uxdim Amer. Rahmat sizga. Bizga bek ko'nglisiz jumi. Men vazifa ijro qilyapman. Uyga qaytib ketaman. İmam Axunom, aldılarda özümni tekşirmisem bo'lmadi. Xizmetim aldirash bo'lib ketgachga masjidga obdan ko'ngil bermay qoldim. O'zlariga yana nima kerak? Karvon atirtirdilar Qashqardan og'ash kelsin. Hay, bunchalik bir masjidda yemak-ichmak lozimatli kuchi hech qancha narsa ketmaydi. Hech nima lozim emas. Hokimning ko'ngil bo'lganiga rahmat. Men tarix xalqi nomidan o'zlariga rahmat aytaman. Hay, yo'qsa arzmaydi. Men hech qancha ish qilmadim. Sizlar ta'minlagan maxfiy yo'l bo'lmagan bo'lsa, ozodlik armiyaning karvoni bundaq o'ngishliq o'talamdi. Maxfiy yo'l? Bahri hokim, xato tushunib qolibsiz juma. Maxfiy yo'l degandan zodili xabarim bo'lmasa, yo'l izlamoqchi bo'lsangiz, podachilardan so'rasangiz bo'larmikin? Hay, mushundaq yo'lning borlig'ini anglagan edim. Shunga qiziqib o'zlaridan so'rab baxtim. Pinhan Marvayt bizga karvonning to'gi cho'qqisidan o'tadiganini aytibdi. Biroq maxfiy yo'l to'g'riliq. Hech nima demabdi. Yana tahqiq qilib turaylik. Balkim umuz davatgan bo'lishi mumkin. Endi kutaversak, ocharchilik butun qo'shinni vayron qilib yetadi. Endi kutaverishga bo'lmaydi. Har qancha qiyin ish bo'lsa-mu, g'ayrat qilib bekishimiz kerak. Yengam, menimcha maqsadimni tushundim.
can talashqinimiz bo'lib qolar. Meninglar. Yetishmanglar. To'xtanglar. Aytinglar. Çekireylik. Çekireylik. Oğlanın nima qildi? Bu shunaqa axborotni avatgan bor. Menimcha bu axborot pek gumonliq. Sen bu axborotni pinhon rivoyat avatmagan deb qaraysan. Axborotni haqiqatan u avatgan. Biroq yolg'on axborot ekan. Bu nima degani? Pinhon rivoyatni ozodlik armiyasi sezib oldimikin deb gumonlanyapti. Bu gapga u yoqda oldimizga chiqadigan odam qolmay qum davoniga qamilib o'lib ketayotganmizda. Yo'ldoshlar, jafo chekinglar. Ko'pinjon. Jafo chekmidik. Batur, haqiqatan batur ekansiz. Batur ekansiz. Ko'pinjon, yuz ko'zing isti qop-qora bo'lib ketibdi. Seshtirish to'g'ri kelsa, Lyubining qarorgohidagi palvon Jangfining o'ziga o'xshab qolsan. Peshqadam Benjam. Tushundim. Yang Benjaminning g'ayrati bor, ham yo'q. To'g'ri. Hey, Jangfi bir nari tortib ketgan. Dangyon ko'riki titrab tushib ketgan ekan. Shuning bilan Savsovning qo'shini qo'rqindan bir qancha 10 chaqirim jiroqqa qochib ketgan ekan. Sen bo'lsan butun paytlik jangchilarni yetaklab, Majanjonni chekindirib, tugichi o'qisini qo'g'dab qolding. Mening har qancha famim bo'lgan taqdirda bo'lsadak baturlardan ayrilib qolsam, shu emasmi? Benjam. Men klass kasarlarni ko'p o'qimagan. Janfini kimligini bilmasammi? Lekin menga uchun Janfidimi qilishmaymanmi? To'g'ri deydi. Aynen. Gel. Hocalarımga ishga qo'y so'yg'izib etgandim. Birodarlarimiz to'yg'idek bir vaqt tomoq yevasin. Ular sizga ergishib bek jafo chekdi. Aynen. Rahmet sizga. Bugün cho'ng kichik qiyri yash bo'lishimizdan qat'iy nazar hammamiz qiyrindosh hisoblanamiz. Shunga har qaysinglar bilan bir-birlab to'qishtirib ichdiman. Liqira qo'ydi. Bu qadakni o'zim ichib o'tay. Yengjan, sizga bir qadah tutay.
Bu haraqdan yagi bir tomchimi temib ketmasin. Bo'lmaydi ekan. Uni sana yalıtıman. Hop. Yaraysa. Yengcan, men sizga bir qadah tutay. Xo'sh. Voy, yaxshi, yaxshi. Qani? Birodarlar, sizlar necha yildan buyon menga agishib ko'p jafo chekdinglar. Hammanglar mening hayot mamatda birga bo'layotgan yaxshi birodarlarim. Gapni uzun qilmay, hamma gapim mush qadakning ichida. Qani, qo'sha! Qo'sha! Siz chiqib keting. Qandaqroq tursiz? Beshim og'riyotdi. Sizga dori tepib beray. Sınfuguen, mayıncan köp içip koyup diken, beshim og'riyotdi deydi. Doğru kirgizib bersangiz bo'pti diken. Puxtum. Hozirda harbiy doktorni chaqirtay. Sizning qaringiz bo'lsin. Chiqib qoldiroq armiyada. Onunla yanıla men qaray. Yerim kechida yandırıp qalsa, qishida odam bo'lmasa bo'lmaydi. Doğru kirgizib bersangiz bo'ldi. Ma'qul. Oygandыңızmı? Aynen. Keçiçman qarab chiqdingiz. Akşam haraqni bek ko'p ichib etdingiz. Ular sizni ko'tirib akirib qo'ydi. Siz hech nimani sezmadingiz. Tahardan Qumdavonga kelgandan buyon menmi, birodarlarimmi qattiq jafo chekib kelyapmiz. İşçimiz bekme pişip ketken edi. Akşam mesboğuda kichik bir hozirni oldu. Rahmet sizge ayina. Bu ahvolni demisangizmi ko'rib turibdiman. Bir komandirning yegidek tamig'i, kaygidek kiyimi qolmagan ahvoldimi? Yana urush qilishni xayol qilib yurishni o'ylab boqmabdi ekanman. Nemishqa boshqa chiqish yo'li izlamaysiz? Qanday chiqish yo'li? Bundoq ketaversangiz, qachongacha bardosh qilib bera olasiz? Qanday oqibatga qolasiz? Xotirjam bo'ling ayina. Men Majanjon hargiz halok bo'lmayman.
Yengcan, ikki askarimiz bir to'shqan uchun pichoq ko'tirishib, birisi o'libdi. Qo'saqni deb o'zaro qirg'inchilik qilgan bo'lsa, harbiy intizom bo'yicha bir taraf qil. Bunday qilsak yaxshi bo'lmasmikin? Hammalarning qo'sig'i och tursa. Obdan bir taraf qil. Xo'p. Ha, Yengcan. Nima? Yana bir ish bormi? Rost gapimni etsam, hozir ozodlik armiya bag'antiri mazmut putirab turyapti. Biz Taharga qaytib ketamigidekmiz. Men bir qancha kun o'ylandim. Shunga sizga nasihat qilib kelib qoldi. Yanada pulni elib ketganimiz tuzikda qiladi. O'z vaqtida Machinshan yechinglar vaziyatning yomonga burilib ketganini ko'rib, mansibidan kechib, nurg'un oltin kumushni elib, Shangang, Tayvan, Amerika, Hindistonlarga ketgan emasmidi? Hozir u yoqlarda bir o'pdan turmush kechirib yetibdi. Biz bu qasdaqchiligini saqlab yotganimiz bilan firqa davlatning biz bilan qarimi bo'lmadi. Ular balkim bizni allaqachon unutib ketgan bo'lishi mumkin. Hozir mangzarmi ulgurimiz, mayli qayak bo'lmayli o'bdan kun kechiralaymiz. Osmonda yomg'ir yog'aman deydi. Qiz bo'lsa yatliq bo'laman deydi. Bugungi kuniga kelganda har qaysonlarni men bilan bu yerda o'limni kutib turishga zo'rlayolmayman. Biroq men yana shu gapimni tushuntirmanki, bir harbiy uchun aytganda zaminni qo'ldan berib qo'yish eng zo'r mas'uliyatsizlik. Men cho'qim Taharni qaytarib olaman. Undaq bo'lmaydi ekan. Jahonning u chetiga berib, oltin kumushga ko'milib ketsam-mu? Bu men uchun aytganda jon beqishni qo'ydi bo'lganlik hisoblanadi. Mayincan, siz bek cahil odamkansizmi? Erlar nima uchun askar bo'lib urush qiladi? Rahat farog'atda boshqalarning xizmatiga sep yashash, mol dunyo va sahib jamoatlarning huzurini uchun emasmi? Hozir aptimizga qarab beqaga. Qalandarning kunimi biznikidan yaxshi. Mayincan, bir amal qilib chiqish yo'li topayli. Bu gapchi siz o'ylanib o'psizda. Biz azaldan ko'rib baxmagan maloikani tilga olsak, hozir o'ylasam, u bir aldamchilik o'xshaydi. Shinjonni qaytarib olamizmi ishtaqa? Nima bilan qaytarib olamiz? Biz mushunda riyozat chekib olsak, ularning biz bilan qori bo'ldimi? Biz chegaraga qarab 4-5 chaqirim yo'lman saqla, boshqa bir davlatning ziminiga chiqamiz. Ularni bizning do'stona qo'shni bo'lishimizni orzu qiladi. Shunaqa emasmi? U tarafga o'tib, ularga eg'iz saqla. Nima desa shunga erishalaymiz. Pul, qurol, odam hamma narsaga erishalaymiz. U chaqda tarix hujum qilib qaytarilishimizmi osonga tushmandi. Do'stona qo'shni. Ular nima vajidan sizga qurolliroq pul ham odam bagdak. So't setiq qilish, zimin egallashdimi do'stona qo'shni bo'lmasa bo'lmaydi. Menimcha bu hammamiz o'xshashli bir gap. O'zaro foydalanib, adil savdo qilmaymizmi? Yomon kelsa, ularning ish kuch shartiga ma'qul bo'lib qo'ysaqli bo'lmadimi? Bir shartiga ma'qul bo'lmayman. Anlab qo'ying. Men Majanjongning qo'g'dayotganim Jongoning zimini. Men Jongoning askari. Chegara sirtidagi kishilarning bizdan tarixga ko'z tikib kelayotganiga 1-2 kunlik bo'g'ini yo'q. Mening qattiq ehtiyot qilayotganim dal o'sha odamlar. Siz meni shoni shavkat uchun vatanni setishga da'vat qilyapsiz. Bunday qilsak bundan sotqindan nim farqi bo'lsa? Sizga shuni deb qo'yay. Bundan keyin bunday gapni qayta anglab qolmay, bo'lmaydi ekan mendan og'rinib qolma. Hamza, men bu gapni ochiq deb qo'yay. Sizning Taharni qaytarib olishingiz, uxlab tushingiz, maloikangizning paydo bo'lishini saqlab yetavering. Men Jahondor, endi sizga amra bo'lmayman. Jahondor!
Men sizga hech qanday yomonlik qilmadim. Yana bir qaytam deb qo'yay. Moshundaq oshqishliq paytda kimki menga o'rik olaydi ekan? Ya men o'laman. Ya u kallisidan ayrıladi. Mayıncan, ben köpçülükni göz tutup şundaq davatıman. Ha? Başka garizim yokçu mu? Sünfuga. Cesetni kömüytip, qatilni nazarband qilib, masalani hal qilib. Xo'p. Siz bu g'o'jidarlikni qanday qilyapsiz, ha? Endi yov ko'ktatni ko'tarib kiribsiz-ku. Mushinimi odam yemdi. Bu degan hayvon yeydigan narsa tursa. Bag'in sira haddingizni oshkil turdingiz-ku. Kichik oyim. Gapimga quloq solsizlar. Bu o'zlarining xizmatini yaxshi qilmaganim emas. Uyda haqiqatan hech qancha ochlik qolmadi. Shuni tejavrak yeyilmikin deb qoldim. Odam zot oyoq bosmagan bu joydan qachon ketalishimizni hech kim bilmaydi. Shun qilgan ozg'ina ochlikni tejavrak yesak bo'larmikin? Undaqda bu yerda turib nima qilamiz? Hech tushunamadim. Bu qog'ishdek bir joydan nima chiqib ketmaymiz? Acaba bu yerda o'limni kutib turamdik? Nimandaq ko'tildaversan? Yomon bo'lsam, mayıncanını tapmamsan. U ma'qul desa, ketavermamsan qani. Ko'nglingizni yerim qilmang ayna. Hammanglarning ko'ngli arhamida emas. Hech tushunamadim. Dadam qayraganda nimishqa bundaqa yomag'indi? Begimga mo amal qancha. Aslida begimning bu yerga kagisi yo'q edi. Kichik oyimning mijozi cho'z. Biroq u bir gapni to'g'ri aytdi. Xundavanda turaverish o'limni kutib turgan bilan baravar. Shunga bir amal qilib ketsak bo'ladi. Buni sinabmi baxtdiq. Majanjang bizni hargizmi ketkizmaydi. Bundaq och qursoq yurib, hargizmi kun kechirgili bo'lmaydi. Majanjangmi ochlikning dardini toza tatib o'tadi. Musha ahvolda bo'lsak, kuzgichimi bardoshlik belgili bo'lmaydi. Shu chaqchi bardoshlik berilgan taqdirda men nima bo'lmoqchi edi? Xundavaning tuproqida birdan ochlikmi chiqmasa, yoz kuz fasllariga yova o't cho'plar bilan bir chiqig'ili bo'ladi. Qish kirganda kunimiz texma tasga tushmabdi. U chaqqa borganda Xundava ochlikda o'lganlarning jasadi bilan to'lib ketishi mumkin. O chaqda siz qayerda? Mayinjan qayerda? Mayinjan o'zining ulug'vor g'oyasini o'ylab yetami? Qarabek. Siz odatdagi g'azalxon emaskansiz. Ayna. Men sizlardek yurtimni sevmayman xolos. Undaqda nimishqa bu yerdan ketmaysiz? O'ylab baxmansiz. Majanjan sizni ketilib qo'ymagan yerda meni ketilib qo'ysinmi? Kunlarning birida rastilla ketalgidek bo'lib qolsak, sizlar bilan birga ketishni chin dilimdan umid qilaman. Ayna. Siz aqlli qiz. Balkim hammamizning hayotini qutuldirib qola olishingiz mumkin. Yingcan. Yürü ola, Yingcan kepti o. Yürü ola, yürü ola. Mazak qilib otmaydigan siz. Bu ne armiya degili bo'lsin.
Bu mag'lub bo'lgan qo'shinning o'zi. Yaxshisi. Bu yerga ketaylik. Qayerga ketamiz? Qumdovondan chiqib, chet elga ketaylik. Sizning nimalarni o'ylayotganingizni bilaman. Siz qahramon bo'lmoqchi. Lekin qadimdan hozirgacha davlat ichi va chet ellarda oxirlashmaydigan urush bo'lgan emas. Men degan Baturning Qur'onni tashlab, odatdagi kun kechirgan vaqti bo'ladi. Iroqni qo'yib, 2 dunyo urushini misolga olsak, Amerikaning generali Patton, Angliyaning marshali Montgomery, Sovet ittifoqining marshali Jukovlarning hammasi jang maydonida hayvatlik zo'r qo'shinga qo'mondonlik qilgan Baturlar edi. Biroq urush oyoqlashi bilanla ular tinchlikni kutib oldi. Hatto Gitler uchun fidokorlik ko'rsatib, cho'l tulkisi deb nom olgan Rommelmo urushning oxirgi bosqichiga kelganda tinchlik tarafdori bo'lib, Gitlerni ittifoqdosh davlatlar armiyasiga shartlik holda taslim bo'lishga da'vat qilgan. Oxirda Gitlerning majburlashi bilan zahar ichib o'lib oldi. Qaraganda urushdan pek obdan tushunadi ekansiz. Yevropada turgan mezgilda vatanimda yuz berayotgan ishlarga ko'ngil bo'lib, urushning baldiroq tugishini orzu qilib keldim. Yanguan Xayning qo'shini tog'ning u tarafida bo'lar ekan. Bu urush hargizmi tugamaydi. Tugatmaslik sizga bog'liq. Siz Qur'onni tashlasangiz-la, askarlaringiz Qur'onni tashlaydi. Urushmi tabiiy holda oxirlashadi. Ayna. Sizga ishonmagan bo'lsam, sizni Yanguan Xaymon nasihat qilish uchun avatgan odamkan deb qolar edim. Bundan keyin qo'shinning jangovarligini bo'shashtiradigan bundaq gaplaringizni hargiz anglab qolmay. Bo'lmaydi ekan. Qanday qilasiz? Sizga yuz xotir qilib o'tirmayman. Tushundingizmi? Mayinja. Askarlaringizda jasorat etadigan narsa bo'lsa, mendek bir qizning gapi bilan tavirinib qilib, odimiy zot oyoq bosmagan mustaqning bir chetida tugilib o'ltiratdingizmi? Sizning kelgusiga nisbatan zodi qanday xiyolingiz borligini bilmayman. Biroq askarlaringizga nisbatan aytganda bu jangovarlik masalasi emas. Yana bir oydan keyin askarlaringizdan amon qoladigan odam chiqamdi yo'q? Bu bir tepishmoq. Men hayotli bo'ladi ekanman. Ular menga mening askarlarim bo'lib kelaverdi. Siz haqiqatan shaxsiy komandir ekansiz. Askarlaringiz siz uchun doğru tikilgan bo'yim yoki sizga hamdardlik qilinadigan qurbonlik xolos. Ular bo'lmaydigan bo'lsa, siz Majanjang yakkigan holda ozodlik armiya bilan qanday tirkishalaysiz? Siz zodi kim? Meni kim deb qoldingiz? Kommunistlar avatgan payloqchimi? Men o'yinchilar talaylik emas. Faqat sizga bir qancha yig'iz rost gap qo'ydim shu. Mayinjang. Qumdovonda mendan boshqa hech kim sizga rost gap qila olmasligi mumkin. Sizga rost gap qilganligim uchun menga qurol tanlayapsiz. Bu ko'nglingizni topganimni, sizning mushunday o'ylayotganingizni, biroq og'zingizda e'tirof qilganingiz yo'qligini tushuntirib berdi. Agar mushunday bo'ladigan bo'lsa, o'lib ketsammi, sizni men tutmayman. Aman baytağı. Qara bey. Bizning xon qizdan bakla ansirab ketyaptiman. Majanjang hargiz uning o'q chiqamaydi. U xon qizni yaxshi ko'rdi. Qara bey. Bu yerda turib bulanmag'idek emas. Hayot qolayli desak, bir amal qilib bu yerdan ketayli. U bizni ketkizmaydi. Biz uning jiq ishlarini bilib ketdik. Ondaqda uning amri bo'lib, bu yerda o'limni kutib turamdiq. Qara bey. Siz degan nurg'un joylarni ko'rgan odam, aman bire, nejat xuyul topa olasiz. Aman baytağı. Biz bu yerdan ketolmaymiz. Qara bey. Men xeridim. O'lib ketsan, mening jasadimni Mozdaqning o yoqqa tashlab etsanlar, Zarafshon daryosi bo'yida Mozdaq cho'qisi qarab yotsam, arminim yo'q edi. Tağı. Ko'nglingizni buzma. Ha?
Qara bey. Bir amal qiling, ha? Ma'qul. Hocam, Ha? jangchilar oziq-to'likni to'liq ilib oldimi? Ha, to'liq qilib oldi. Yaxshi. Bejan, Ha. Muzdag'dagi qorovulxonaga har kun chiqayotgan tursak, bugun ajab jiq gap qilib ketdingizmi? Ha. Alay. Muzdaq ichasan. Ha. Mushundaq yaxshi vaziyatda jangchilarimizning issiq kiyinib, to'yg'udek tomoq yeb, muzdaq chiqayotganligini ko'rib, ichimda xushal bo'lyapman. Shu topda Majanjan qumdovonda o'rnidan turganmidi? Osh qusaq mengib yurgandek ko'ra, o'rnidan turmaylar. Yatqini yaxshi. Jim yatsa sal aram tep qoladi. Hey, nima kulisiz? Yatqandan yaxshi ish yo'q, juvovidan yaxshi osh yo'q debgan. Tushundingizmi? Hey, Tejan, rostni aytsam, juvovi yapaqmag'inimizga xeyli yillar bo'lib qopti. Hey, Lojan. Ko'ktatliqni sizga topshirdim. Yesivlakni oqlanroq ishqila, ha? Tuz kelganda toza to'yg'idek juvov yeylik. Yesivlak aralashtirilgan qo'yguch qiymasida atgan juvovabak mezlik bo'ladi da. Pamelja, bo'ldi so'zdima. Og'zimga seriq suv yig'ilib ketdi. Ha, undaq turmush nima degan go'zal, ha? Cho'ng uyda, kongning ustida budruqqina o'g'lingizni quchoqlab yotsangiz, go'sht qiymiliq juvov yeysangiz. Hey, Tejan, mushundaq kunlarni kommunizm desak bo'lar? Endi uzoq saqlab ketmaysan. Bu qatam muzdaqda vaziyatini obdan e'tirof qil. Ko'z oldimizdagi dushmanni talto'kis yo'qotgandan keyin sana ruxsat beray. Uyga berib, budruq o'g'lini rosa quchoqlab yetib olgan. Ha. Uyga borsam, o'g'limga ayniyli muzdaqda postib turgan chig'imda uni umoq chiroyini tasavvur qilganimni. O'zimga o'g'limning xotirjam cho'ng bo'lishi uchun bo'lsa-mu, kimki kona hokimiyatni qayta tirildirmoqchi bo'ladi ekan, uningga qo'limdagi qurolim bilan taqobil turman deganlarimni aytib berman. Yig'lala. Mangayli. Malaika telegrammasida qattiq g'azablanib, maxfiy yo'lni cho'qim tepishimizni buyuribdi. Qumdovondagi davlat armiyasining ahvoli pek xarob ekan. Kommunistlarning karvoniga yana bir qatim hujum qilsak bo'lmaydi. Sabr, bu vazifani darhol o'rinlaylik. Qandoq o'rnaymiz? Maxfiy yo'lni sirni Imom Oxunimni biladigan tursa. U eg'iz oshqil unamasa, uni ep ketaylik. Shunda qilsaqlar, aytib bermay iloji yo'q. Siz Imom Oxunimni tutib ketaylik demoqchimi? Sabir, nima bo'ldingiz? Gap bo'lsa aldırmay so'zla. Olim to'mirchi qazo qilib ketibdi. Silni uning namusini tushirib beramikin deb kelib edi. Allah, uning yotgan yeri jannatda bo'lg'ay. Amin. Allohu akbar. Allohu akbar. Men olim to'mirchining uyiga berib kelay. Bir ish bo'lsa, shu yerdan izlasizlar. Marhamat. Sabir, meni meyit namozga chaqirib eding. Bu nima qilgina? O'zlariga behurmat qilindi kechirgaylar. Hozirdan boshlab men bilan mansla. Men sen bilan mangmayman. Allah topshirgan burchimni ado qilmasam bo'lmaydi. Men tahardan, muxlislarimdan hargiz ayrılmayman. Kechirsinlar. Endi ixtiyorda o'zlarida emas. Buni bog'la. Hey, sizlar zodi nima qilmoqchi? Ha? O'zing yum.